Assalomu alaykum. Mana bugun biz Guliston metan ustanovkaga Honda Elantra va Kia Sorento avtomobillarini olib qo'yganmiz. Kia Sorento avtomobilimizga hozirgi ustanovka jarayonlari ketmoqda. Bu mashinaga propan ustanovka qilib beryapmiz. 73 talik tabletka bola o'rnatib berganmiz. Honda Elantra avtomobilimizga mana ustanovka jarayonlari 54 talik tabletka bola o'rnatib beryapmiz. Hamma zapchastlar original holda o'rnatib beryapmiz. Mana ustalarimiz shu yerda. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.